Onda olgan bolsa, yakında bir dapencinki mesulat dericilik teologiyası bazı senindir. Ben bu dapencini hazır neçe yüz bin katım korup ketkendim. Hem de bunun yavusunu mu ben neçe yüz bin katım hemşehirde tatbikat kıldı. Hem de bu jarayonda 1 kilo 200 gram toxu. Hazır maydan 40 gram koyduk ha. Bir dapenciga 40 gram may koyduk. Onu da keyin yanyodan 800 gram yanyo koyduk ha. Yanyo koyduk qaranglar. Biz 50 gram çilgan laza. Şellaza ha. Bunu saldık. Onun da keyin 500 gram. Bunun içinde sumay nıstık var. Yani şu küçülgen sumay. Onun da başka Sincan samsak sumpiyaz hem var. Yani onun da başka her xil tetikko bizim dapenci doğrumuz. Bütün umumi kurucular şu 500 gram çavlıyor. Bizim aşkallarda 128 gösteriyotgan dapenciga tetiydi. Hiç mi sanmaymiz? Hiç mi sanmaymiz? Bunun renk, tam hammasi muştun bilan tetilib ketdi. Hamda nemishqa buni men bir mahsulot ishlab chiqarma deyishimlik sabab hech bo'lsa o'zimay bizning o'zimizning zavodi Urumchida qurildi. Qurilsa men birdan eng ishonchli bo'lgan kavliylarni xalqimizning huzuri sunaman. Şuna men bu yerda to'xtamay tadqiqot bilan, tomoq tadqiqot bilan, tam qurish tadqiqot bilan shug'ullanib kelyapman. 1 kilo 300 gram suv. Qarang. Qaranglar men rangiga. Men buningga tang suv chiqardim. Tang suv chiqardim, shakar qam chiqardim. Ammo chavliyoningki tarkibida tang suv bor. Ondan keyin bütün xurishdan chiqardim, yana rangi mana o'tqashdek qaranglar. O'tqashdek turdi. Endi bugun shu oxirgi qatim men tam to'liqlab qo'rgan dapenjim ava. Tesh bo'lsa, ma dapenjning ta'mi yarab ketsa, uzumga holatda eng tetimlik bozor yarg'idek chavliyo 365 kun ta'mi o'zgarmaydigan, rang o'zgarmaydigan, xalqimizning iste'moliga tushadigan chavliyo sizlarning bozorga oylarcha kirdi. Onda bo'lsa biz bu to'xoni bugun shu oshxonlarning o'lchami bo'yicha go'yoga selib pishiramiz. Hem de her işin ölçüm bo'lgandek go'yoga to'q pishirishning o'xshash ölçüm bo'ladi. Hem de bu ölçem deganda biz go'yoga dumlagan chig'imizda bizning leonni ishlatib qolsangiz pishtak, mana pishtak deymiz bu. Manasi qaynab 4 minut qaynatamiz. 4 minut qaynatgandan keyin o'tni o'chirib, o'xshashlar yana buni biz 3 minut dumlaymiz. Jami 7 minutda bizning to'xi haqiqiy voyaga pishib chiqadi. Unda olgan bo'lsa biz 4 minut yuqori besimli o'tni qaynatdik. Yani piştikine ammay turup yani şunu dümledik. Bu dümleşik sebebimiz olmasa özünki enerjiya sığlıqda yuqur besimdeki sığlıq var ama go'yagoning ichidan. Çünkü bu yuqur besimli qazan. Bu sığlığını kaçırıp etmek 3 minut. Temni kirgizib etsek dümlep bu yan yulamı qumdak pişidi. Göçlerimiz so'ngakdan ajrab ketadi. Qarasanglar o'g'illarimiz o'zlari o'z tugayda, machimda. Qazonga lazım saldik. Hech nima sanmaymiz mening kelganda. Bu alaqin men dedim-ku. Ben kunduzlarga dars yo'llayapman. Mening maqsadim bu tomoqning tadqiqotini bir o'lchamli qilish xolos. Yana birisi bu dapenjining rangini qora, qizil, sariq har xil rangda og'il bo'ldi. Endi mavi haqiqiy Xinjiang dapenji, ya'ni Savan dapenji shu. Musholat qo'raymiz, taqsim iste'mol qilsak bo'ladi. Savan dapenji pishdi, ha? Ondan olgan bo'lsa Savan dapenjininki tayyorlanish usuli shu. Ham buni cho'p bilan yeydigan bo'lsanglar ajoyib bir shirin ta'mda chiqadi. Unisiga bugun mush chavliyo haqiqiy muqimlashdi. O'zimga holatda mush ta'mni xalqimizga sunaman, saqlab turaman. Bunda o'sma Savan dapenji gibi kelmaydimi? Men qaranglar, hamda mana shu Urumchiga Qosimjon usta malay ta'mirlashgan kelsanglar, udilla tetiyalasizlar, juma.